yuk ortgan tashkilotni yuk jo'natuvchini mana Gurzat правительlik xatosini deb shofir bu yerda jabr ko'ryapti akalar. Qozog'iston nomerli 02 ekan, adashmasam u Almatani mashinasi yoki Astonami bilmayman. Shu yuk jo'natuvchini xatosini deb mana shofir bu yerda jabr ko'ryapti. Hozir O'zbekiston hududiga kirishga yo'l qo'yilmayapti, ya'ni ruxsat berilmayapti, chunki transportning bunaqa holatda texnikani harakatlanishiga yo'l qo'yilmaydi, ruxsat bermaydi. Mana ko'rsalaringiz bo'ladi. Yuk o'ng tarafga qarab og'irgan. Ichida nima bor, shofirni o'zi biladi. Bizda ma'lumot yo'q. Xullas mana bu yerda juda katta muammo. Endi bu yerda hozir plombani buzib, o'zidan o'zi buni boshqa mashinaga o'tkazishdi yoki ichini ochib turib yukni to'g'irlashni ham imkoni yo'q. Bu yerda tegishli tashkilotlar ruxsati kerak bo'ladi. Qaytadan buni yukini balkim boshqa mashinaga berekitka qilinadi akalar. Yallama boshqona postidamiz. Xitoydan O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri Foton brendini shahar ichi uchun mo'ljallangan avtobuslari kirib kelgan. Xudo xolasa bir hafta 10 kun ichida rastamonchilik qilingandan keyin, ya'ni bojxona hujjatlari amalga oshirilgandan keyin yaqin kunlarda bu texnikalar Xorazm viloyatida aholiga xizmat ko'rsatishni boshlaydi.